Qisqarasi metan zapravka ishni boshladi. Kia san'atimiz ko'rib turganingizdek X original 400 originali. O'zi Valka Italiyalik fabrikasi originali. Miyamiz shu Yevropadagi dual gap degan miya qo'yib berdik. Kia san'atlar uchun mina metan chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Bu tarafdan damas mashinamiz avtomobildan kelgan akamiz ko'rishingiz mumkin. Aslida ishni boshlab oldik. 65 talidan chiroyli qilib beryapmiz. Nechta mashinamizga esa mana 65 talik propan o'zida surib o'tganini qo'yib chiroyli qilib beramiz. 4 stakanlar ko'chatiladi qilib beryapmiz. Kelayotganlar kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, Kommunikatsiya Ulug'bek aloqashingiz mumkin. Har qanday turdagi metan va propan bilan aloqa qilasiz. Sizlar bilan Ulug'bek bo'ldi. Videoni metan va propan qo'ymoqchi bo'lgan akalar tezda jo'natib qo'yamiz. Aytmoqchiki, san'atingiz ham bor edi. Equinox mashinamizga 54 talik termo trubkalar bilan organizatsiyalar bilan 400 zapchastlarni chiroyli qo'yib berdik. Mashinamiz ko'p turganidek, hozirdan yandan bir ko'rsatib qo'yaymi? Afg'oniston Buxoro. Nima deyapti nomeri? Buxorodan kelgan. Bu tarafda Jack mashinamiz 50 talik, Tapezdan 30 taliklarni chiroyli qo'yib berilib Toshkent shahriga. Xudo xolasa ishimiz avjida. Kelaverasizlar. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum Yevropa gaz obunachilari. Xudo xolasa ishlarimiz davom etyapti. Yangilik bugun 2-fevral zapravkalar ochildi. Navbatdagi Buxorodan kelgan mashinamizga, Kia San'at mashinamizga metan 3 ta 30 talik qo'yib berdik. Nima uchun 3 ta 30 talik? Bagajda joy qolish uchun. Mana hozir bagajda zapaskadan voz kechiladi. O zapaska ketilmaydi. Mana bagajda 3 ta 30 talik qo'yiladi. Bu yoq qismini 3 ta. 3 ta 30 talik qo'yiladi. Orqasidan suv chiqib ketdi, Jamshid. 3 ta 30 talik qo'yiladi. Ko'p turgandek. Birinchi o'rinda miyamiz tag qismiga qo'yilgan, Yevropa gazga tegishli. Miya tag qismida bir narsa tutmoqchi. Gaz qismi qo'yilgan, ko'rinmaydigan holatlarda bu tarafdan keyin kulchatilimiz ham yashil bo'ladi. Bakın üstün chiqib ketdi. Benzinmi, gazmi? Bitta gazni bosganingizda. Xo'p. Bu tarafdan X original diktirimiz. Bunu yaptık, original oldu. Montaj yaptık. Bu Kalasi Valtik. Aslında ücrettirdi. Doğal akıp matlardan alacağımız bu şekilde miyamiz şu dual jet original Porsche'dan ishlab chiqargan. Xullas hammamiz olib full original qo'ydik. Akamiz bizni ijtimoiy tarmoqlarga kuzatib kelayotgan ekan. Bunga sifatli qilib, chiroyli qilib, yaxshi zapchastlar bilan qo'yib beryapmiz. Hozir endi kompyuter ishlari, programma ishlari olib borilyapti. Kia San'at mashinamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifatli qo'yilyapti. Kompyuter nastroykalar to'g'rilab beramiz. Bundan keyin akamiz bitta gazni haydab ko'rdilarmi? Yana chiroyli qilib qo'yamiz. Şimdi şahıs kardeşimizde kerak bo'lsa bemalol olishingiz mumkin. Kia San'at borakilar jo'natib turamiz. Metan qo'ymoqchi bo'lganlar uchun. Bu tarafda Damas mashinamiz. Chekdan keyin akamiz yangi salonga chiqamiz. Tag qismiga 63 ta balonlar bilan sifatli qilib tag qismiga qilib berganmiz. Qo'yiblar bilan, radiolar bilan va 4-paketli kulchatillar bilan bo'lgan. Aslında mashinamiz tayyor. Bu tarafta 12 mashinamiz. Bu 12 mashinamizga endi metan qo'yilyapti. Xudo xolasa, shunday shunaqa xizmatlar bo'ldi. Mana. Bo'ldi.